Buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. 35 metrli avtomatik shlangimizga kelgan. Angliya sifatini uylarda his qilmoqchi bo'lsanglar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Shlankani tortasizlar qancha kerak bo'ladigan bo'lsa, mana. Hop, bitta qo'yib yuborsanglar to'xtaydi. Suv bemalol sepib, огородlarni sug'orib, gullarni sug'orib bo'lganlardan keyin bitta tortasizlar, o'zi avtomatik yig'ib oladi. Buni ko'rib olsanglar qanaqa qulayligini. Angliyaning mahsuloti, olib yurishdan ham juda ham qulay, avtomat bo'ladi. Suvga ham, sovuqga ham chidamli. Buni har xil variantlari bor. Xohlasanglar mana bunaqangi devorga qotiriladigan variantlari ham bor. Narxini aytib, birinchisiga narxi to'g'ri qimmat, lekin sifatiga yarasha. $440 evaziga xuddi shu apparatimizni olishlar mumkin. Ya'ni shlankamizani. Avtomat bo'ladi, kompleksda hamma narsasi bor. Suvga ulasanglar bo'ldi, ishlaydi. Xohlasanglar kichkina variantlari ham bor, devorga qotiriladigan varianti. 40 metrligi ham bor. Bu ruchnoy bo'ladi bu. Buni narxi $240 chiqadi. Xohlasanglar bunaqa devorga qotiriladi. 180 gradusga bemalol aylantirib ishlatsanglar bo'ladi. Bularni ochib ko'rsatib berardim-ku. Bunaqa narxga olgandan keyin yangi upakovka ochgingiz keladi. O'shancha rasmidan ko'rsata olman sizlarga. Bu $420 chiqadi. Bu 30 metrli variantimizni. Xohlasanglar bunaqa varianti ham bor. Bunimizni 40 metrli bo'ladi, avtomat bo'ladi bu ham. Buni narxi $440. Narxi shunaqa $400 dan balandroq yuradi 30 metrliklar. 25 metrligi ham bor. $330 evaziga olishlar mumkin. Mana rasmda yaqinroq ko'rsatamiz. Komplekt mana 3 sloyli bo'ladi shlankalari. Zo'rda akalar sifatiga. Agar qo'linglar bo'ladigan bo'lsa, olib qo'ysanglar, maza qilib ishlatasizlar. Xohlasanglar, bunaqa varianti ham bor. 20 metrli, metrajini o'zingizlarga moslab o'rasizlar. 5 yil garantiya beriladi, Angliyaning mahsuloti. Komplektda pistoletlari hamma narsasi chiqadi. Narxi $300 bunimiz. Xohlasanglar, bunaqasi bor, 30 metrli, narxi bir xil. Xohlasanglar, bunaqa varianti bor. Oddiy mexanik bo'ladi, ochiq korpusda bo'ladi. O'zimizda sotardik, o'shanga o'xshagan, lekin sifati juda ham zo'r. Bunimizning narxi $110. Endi podarkaga olaman desangiz, kichkina variantlari bor. Uylarda gullaringlar bo'ladigan bo'lsa, mana kichkina ixcham variantlari bor. Takoy ayollar ishlatish uchun narxi $80. Bunimizda 10 metrli bo'ladi. Pistoletlarga e'tibor beramiz, buni qaranglar. Har xil funksiyalari bor. O'zgartirib bemalol ishlataverasizlar. Xohlasanglar, shlankani o'zi ham bor mana. Katushkali varianti $70 chiqadi. Bundan ham kichkinasi bor mana. Bekorga ayollarni ko'rsatmaganda, chunki ayollar ishlatish uchun chiqarilgan. Bu kichkinasi. Narxi $60. Xullas shunaqa Yevropaning mahsulotlari sifatli ishlanglar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat qilasiz, lekin men bunga besh ketdim. Komplekt o'zini pistoletlarini ko'rsatib ketdik. Buni har xil variantlari bor. Bemalol tanlab olsanglar bo'ladi. Ruchkasi katta kichik bo'ladi. Suvga ulaydigan shlanglar ham bor. Hoppa, oyog'ini qaranglar. Hop. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz, obuna bo'lish esdan chiqmasin.